Qarg'ashimga yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Ishonmagandim. Haqiqatda zo'r narsa ekan. Gilos o'zi kichkina meva bo'lsa, quritilgani вообще kichkina ekan deymiz. Eng yoqqani menga qulupnoy bo'ldi. Mikrofonlarni olib olib, endi sizlarga toza asmirchi bo'laman shekilli qizlar. Keyingi narsamiz Instagramda rosa ham mashhur bo'layotgan suxoy morojniy, bananligi. Malina. Drakon mevasi. Bu menimcha ananas. Suxoy morojniy ko'ramiz yana. Suxoy morojniy men uchun juda ham shirinlik qildi. Rosa ham shakari ko'proq. Endi morojniyni quritilgani bo'lgani uchun shakari ko'proq. Mevalarni ham hammasi yoqdi, lekin ularning ichida eng sevganim, oshiq bo'lganim qulupnoy bo'ldi. Quritilgan qulupnoy вообще zo'r. Svejisi ham zo'r, quritilgani ham zo'r. Ha, aytgancha, meni mikrofoncham bilan tabriklab qo'yish esinglardan chiqmasin. Men odatda sho'r narsalarni ham, nordon narsalarni ham, achchiqlarni ham, shirinlarni ham yaxshi ko'raman. Hammasini oshqozonim qabul qiladi. Siz ko'proq nimani yaxshi ko'rasiz? Sho'r narsalarmi yoki shirinliklarnimi? Kommentariyaga yozib keting. Ko'proq shunaqa videolar uchun profilimga obuna bo'lib qo'ying. Endi esa men sochlarimni quritib uxlayman. Sizga esa xayrli kech. Paka-paka.